Real Madrid tarkibida o'yinni bir o'zi hal qila oladigan o'ta yuqori texnikali futbolchilar ko'p. Kylian Mbappe bilan Vinicius Junior himoyachilarga yordam berib, orqaga qaytib o'ynashsalar, pressingda ishlasalar, Chempionlar Ligasida Benfica'ni ham yutadilar. Ispaniya chempionatida ham Barselona bilan atigi 1 ochko farq bilan orqada qolishmoqda. To'g'ri, biroz hozir muammoli vaziyatda deyishimiz ham mumkin, lekin o'sha futbolchilarning o'yinni bir o'zi hal qila olishini, o'ta yuqori texnikasini hisobiga va o'sha texnikalarni to'g'ri ishlatishini hisobiga bu muammolarni bartaraf etsa bo'ladi. Va asta-sekin ketidan g'alabalar bo'lavergandan keyin muammolar ham hal bo'ladi. Real Madrid o'z o'rnida bo'ladi.